Assalomu alaykum. Mana bugun 22-noyabr, hafta kuniga shanba. Sizlarga yana Chimyon Mindon kon o'rik bozori hamda quruq mevalar narxlari bilan tanishtirib boramiz. Kuzatib boringlar, podpiska bo'linglar. Shunda har doim yangi qo'ygan videolarimizni kuzatib borasizlar. Mana bozorlarimiz boshlanibdi. Sekin narxlar bilan tanishtirib boramiz. Aytman aka, olmay nech pul qilyapsiz unga oldin aka? 16,5 bo'pti. 16,5. Bozor. Ha, nech pul qildingiz siz? Men 17 ming. Ha, 17 ming. 17 mingga berilmayapti. Qizil mag'iz ekan, ha? Nima qilgan yo'q? Mana 16-17 bo'lyapti. 17 mingga berilmayapti. Kim chiqar zamonalarni daruni. Turg'uzinglar tez-tez o hali qo'rqoq qirg'izlik bilan Nech pul sotildi aka? Shu bitta ko'rib qo'y, videoga qo'y. 20 ming berdi aka. Yo'lchimi? Ha, maydasi. Yo'lchini maydasi 20 ming so'm sotilibdi mana. Yaxshi bo'pti. Qaytirish nomi deyman, kooperativni yo? Kooperativ. Shular ekan. Qilgan aka. Yong'oq nech pul bo'ldi yong'oq? Chiq qimillab qoldi-ku yong'oqlar, ha? Sizdan emasmi? Nech pul bo'ldi? 23. Oq mag'iz deydimi buni? 23 mingga. Berildimi, berilmadimi yo narx aytyapsizmi? Nech pulli o'zi? Sotilishi 15, 16, 17 mi? 20 tepasida oq mag'iz ekan, o'ta qizil mag'izni 17 qilayotgan ekan. Picha qo'shilib qolibdi. Ha, yupqa pichoq ekan, ha. Nech bo'libdi bular aka? Qonuri oftobi mana. Qon o'rtachadan sal kichikroq. 21 ming bo'libdi. Qattiqroq ekan, lekin. Sotildimi bu? Nech pulga bordi bunisi? Nech pul sotildi? 20.500. Bu boshqami yo bir xilmi? Bu yaxshiroq ekan, ha? Ikkita sepkil bor ekan, sveti yaxshi ekan. 20.5 ming sotilibdi mana, qoni bu ham. Oqpat. Mana shu belgilar nech pulga boribdimi? Hali so'rashgan. Nech puldi? Ma'lumotga. 70 mingga. Nech pul bo'lsa sotiladi? Sotilishini aytavering. 50 pastdadir. 50 pastdami axir? 50 deymanglarmi? Gabariti yaxshi ekan, ha? Qoni. Bularchi? Rolda o'zakanda, o'zi akasi bo'ladi. Bu joyli bastir bu. Shuncha. Ha.
40 mingdan tepada deyilyapti. Sichqoni bargak bu ham. Yo'qoldim bilaman-da. 18 ming, u resmi. 10 kilo narsaga 10 ming ko'rsatadi. Ana shu bargaklar sizdanmi? Nech bo'libdi? Keladi. 24 ming qilishdachilar. Bugungi bozor a? Ikkovi bir ekan a? Bunisi-chi? 30 ming so'radi. Buni 30 ming so'rabdi mana. Bunisini 24 ming. Hangisi motivanikimi deyman? Yo, boshqa qattiq. Mindonnikimi? Xo'jaliknikimi deyman, sal yuqori qolganda. Ha, o'sha xonadonlik. Nomoqlarni ish bo'ldi. Nomoqlarni hali biror narx qilib muncha beradigan yo'q. Arzon yo'qroq. 12, 13 ta atrofidami? Dona maydaroq ekan, masalan. Olmay. Qantelarimiz ish bo'lyapti bular. Beryapsiz a? Nima deydi bu qantaydi nomini? Iris qantay bormi yo'qmi bu yerda? Iris qantay, qaysi biri? Batta yo'q a? Bu ham 20 mingmi? $20 mingdan bo'lyapti mana shu qantaylar. Boboykachi. 30 ming sotdik. Doni mayda juda chiroyli ekan a? Sariq mana. Bu cha dorilangan ozmos. Dorilangan mana 30 ming sotilibdi. Bunisi boshqa shekilli a? Ha, uni 20 ming sotdik. Bu 20 ming sotilibdi mana. Tojikistondan kelasiz? Yaxshimi Tojikistondan bozor bo'lyaptimi? Yaxshi, Hali iris bargaydi so'rashyapti. Yaqda borasiz Seroba? Ha? Nimada ham so'rashyapti. Kommentariyga ham yozib. Uni olib kelmayapsizlar-a? Yo'q, qoplamayaptimi? Bozor yaxshi emasmi bu yerda? Bargakda bilmaymiz, faqat o'rib bilan qildik. Sizlardan aydi. Qanday bilan-a? Mana bargagida chiroyligi Sparaymikin bu? 55 ming qilishdimi? Bermadingizmi? Borishimi? Juda chiroyli ekan a. Mana 55 ming bo'pti, berilmabdi. Sparak bargak mana. Mana. Ha, yo'lchilaringiz-chi aka? Yo'lchilarda ular bilan qo'shib 16 ming qildi. Ulardan 5ovini 55 ming qildi. 5 bu ham 55 bo'pti. Sal pastrog'iga qo'shib 46 ming bo'pti deyapti. Mana uni o'zi 55 ming bo'pti mana. Yo'lchi bargak mana. Beri tarafdan uni ushlamadim. Bundan to'g'risidan chiqadi. Kimniki? Kimniki? Bargalarni qilyapsiz Maqtor aka? Nech pul bo'lyapti? 22.500. Hammasi? Mana sponi bargaklar 22,5 ming so'm bo'lyapti ekan. Doni kichkinaroq.
22,5 mingga berilmayapti. Mana hozir mana pakovkalangan bargaklar bor ekan mana. Mana endi ko'rdim. Bu sponi mana spariga yo bu anaqami? 1 kilolik. Limon kabi 1 kilolik. Vakuum qilingan, shundan bir tondan 500 kilo bor. Har biridan ha? Sortidan. Yo'q, shu общий bir tondan. Общий. Yana qilib berilaveradi. Telefon raqamlaringizni aytsangiz. 90 161 Aha. 9709. Ana shu raqamga telefon qilaverasizlar. Kelishamiz. Sanjar oti mana narxi kelishilgan holatda mana shunaqa 1 kilolik pakovka vakuum qilingan. Bu tursa kerak 1-2 kiloma? Ha. Rangini nimasini o'zgartirmasdan. Ikkinchi yilmi turishi? Ha. O'tgan yil. Yaxshi ekan, men ham endi ko'rdim shuncha bozorga chiqib. O'tgan yil chiqdimi yo? Yo'q. Ko'rmagan ekanmiz shekilli. Endi olib chiqilgan bo'ladi. Zo'r. Bular sotildimi aka? Necha pul sotildi? 23 ming sotildi. Sotildimi? 23 ming sotildi mana sponi. Jigar svetdagisi. Mana. Oftoborik. Namunalarni narxini qo'yib boring. Odamni keyin Ha, o'sha qiziqqan aytyapman-da. o'zimizni urib turishlar, sizni nimangizda подписчику buni egalarini aytmayapsiz-da. Mana unda muncha bor. Mana aytyapman-ku. Unda muncha bor Sanjar. ekan deb. Nomeringizni ham yozib ham ketaman. Yo'q, boshqalarni ham. Ha, ha. Boshqalarni ham ayting. Bunda muncha bor ekan. Telefon nomeringizni bering. Ayting. Sizam qiziqaylik bor edi. To'g'ri. Bozorlayam bersa, sog' bo'ling. 25 qilyapti ukajonim. Hammasini Masalan, tezroq qo'yib berdi. Necha pul bo'ldi ashula? 25 ming bo'lyapti. Sponi bargak. Bor. 25 ming 28 ming bo'lyapti. beraman dedi cho'ga. Bu ikki 18 ming beraman deyapti o'g'illarga, to'g'rilar. 28 ga berilmayapti. 28 ga berilmayapti shu barga. Mana. 18 ga bermayapti. O, chiqaryapti ular. Bunimi? Ular 22 sotdim, ular ko'rsatib qo'yishgan, sparet shikolatnilarni. Qanaqa bu? 2 shikolatni sparet. Ha, 22 dan sotib yubordim, o'pcha. Ha, o'pdim berdim. bozor qanaqa aka? Bozor yaxshi, xudoga shukr, nasibaga yarasha tiriklik qilyapmiz bugina. Bozoringiz bersang, mana bu qashtinglarni nima qilaychi? Aka o'tib ketaylik. Kamronbek, sizlar yaxshimi? Xushtamjon? Nimaga? Bozor qalay? Klient bormi? Aka qashtinglarni ham bilib qo'yaylik. Nechi pul? Ana hashtag 37 ming sotilibdi mana. O'rtacha sveti ham jigar svetda, korishniy. Ashta bozorda ham savdolasak boshlanyapti. Ha shular nechi pulibdi? Kimdan aka? Sizlardan emasmi? 40 ming sotildimi? Mana hashtag 40 ming so'm sotilibdi. Svet yaxshi ekan, oq par ekan, shakli ham chiroyli ekan mana. İnan nechi pul sotildi? Endi sotyapti. Nechi pul bo'ldi? 17 bo'lyapti. 17 balans. Qonuri. O'zlaringkimi? Ha, o'zimiz. Teksta sepkili bor ekan, ha? Jigar svetda. 17 ming so'm. Nechili boribdi? 17 bo'lyapti. 17. Qancha bor bitta?
Olma davası kim ne? Buraya yastıra.